Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Qarshi shaharda Maymunok tumaniga 3 talik samolka boksimiz tayyor bo'ldi. Hozir ochilish payti. Penamiz juda ham dahshat qo'rda. Penan chiqishiga vaqti gap bo'lish mumkin emas. Mana bu bizning aktivniy ximiyamiz. Aktivniy ximiya vaqti dahshat qo'rda chiqaradi. Bu pult upravlenimizda 7 ta funksiya mavjud. Funksiyalari vada, aktivniy ximiya, penalar, shampun, vosk, osmos ituvada. Bunda kartalik variant, korpuslari nержавейкадан, kafolati 1 yil. Pistoletlari Germaniya, konsollari italyanskiy variant. Bakalım, pena tepoplan. Penlarga vaqti gap bo'lish mumkin emas, vaqti dahshat ekan penlar. Penamiz bizlarni kirni bittaga bitta tushiradi. Qorda qilib chiqaradi. Mana ko'rsangiz bo'ladi, balonlar orasidan shuna kirlarni tushirishini. Pena gap bo'lish mumkin emas. Bu aktivniy ximiyamiz. Akamiz hozir vosk sepshyapti. Voskga 2 kilovat tok ishlab 100 bar sepadi. Bu voskning chiqish jarayoni bu. Vosk sepilgandan keyin 2 minutdan keyin osmos bilan chayib tashlaymiz. Voskdan keyin osmos urablar suvni bittaga bitta qo'shib ketadi. Bu akamiz aktivniy ximiya ishlatyaptilar. Aktivniy ximiyani chiqishini e'tibor beringlar. Qorda dahshat. Bu pult upravlenimiz 7 ta funksiyadan iborat. Funksiyalari vada, aktivniy ximiya, pena, nanoshampun, vosk, osmos ituvada. Bu kartalik varianti. Korpusimiz nержавейкадан. Ideal holatda keysimiz yig'ilgan. Bu keysimiz 1 gram ham suv o'tkazmaydi. Ana bu sumka hermetичный qilingan. Sabablari qilingan suv o'tmasligini 1 yil kafolat beramiz shu aparatimizga. Bu bizning texnik kontamiz. Osmos aparat qo'yilgan bunda 1 soatiga 500 litr 5 bosqichli tozalab beradi. $2300 osmos aparatimiz. Mana shu holatda keladi. Bu aparatimiz ichimlik suvi ham mo'ljallangan. Bayna biznes qilsaydan bo'ladi. Bundan aholiga suv sotaydan bo'ladi. Yomg'irlarimiz 1 metr balandga ko'tarib 32 vx chiqarib qo'yish kerak bo'ladi. Bu bizning motorni chastimiz. Mana shu holatda bo'ladi. Boshqalarni ximiyani tayyorlagandan keyin nomi bilan qancha qo'shilish kerakligini polni aytib yozib beramiz. Ana hozir bizning klientimiz osmos urishyapti. Mana osmosga 200 bar qo'yganmiz. Shitimiz necha voltdan tok kelayotganini ko'rsatadi. Akkurat mana shunaqa ideal holatda bo'ladi. Bizning motorimiz italyanskiy, pompamiz ham italyanskiy. Bu klientimizga qarab yig'ib berilgan. Motorimiz 5,5 kilovatlik italyanskiy variant. Pompamiz ham xuddi shu ahvol. Italyanskiy 5,5 kilovat. 250 bargacha chiqadi aparatimiz. Biz sizga aparatimizning ekonomligini isbotlab beramiz. Invektor bilan vada funksiyasini bosamiz. Vada funksiyamizga 5,5 kilovat tok ishlab 220 bar sepadi. Vada funksiyamiz
Ana manometrimiz 200 barga chiqdi. Turrovadani bosamiz. Ana u turrovadaga. Turrovadaga подключение berdi. Ana turrovadaga 250 bar sepibdi. Voz funksiyani bosamiz. Voz. Voz funksiyani bosamiz. Ana ketdi. Voz funksiyaga 100 bar seryapti ana. Ko'rishingiz mumkin. Bu sizning suvingizni, ham tokingizni, kimyangizni ekonom qilib beradi bu apparatimiz. Penani bosamiz. Pena funksiyani ishlatamiz ana. Pena funksiyaga ham xuddi shu. Ha. Penamizga osmos funksiyani ishlatamiz. Har bitta bosgan funksiyaga har xil dalillar bo'ladi. Osmos funksiyasi. Pompamiz italyanskiy. Motorimiz ham italyanskiy 5,5 kilovatlik 1 yil kafolatlangan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekonomli apparatlar bemalol pastdagi nomerga aloqa qilib, ana shu holatda bo'lib, idealniy chotki holatda bo'lib montajlarni qilib, uстановкаларni qilib beramiz. Qilib bergandan keyin har bitta zapchastlardan bittadan zapas tashlab ketamiz. 5 oy servis xizmati ham bizda mavjud. Bachoklardan ham kimyalarning o'tini yozib, necha qo'shilish kerakligini shunday qilib dahshat holatda qo'yib beramiz. Bu yerda yomkichlarimiz 1 tonnalik klientni qilib qo'ygan ishi ana shunday 1 tonnalik yomkichni 1 metr baland ko'tarib 32 mana shu bo'yicha viqib chiqarib beradi. Qolganini montajlarni o'zimiz olib ketamiz. Bu bizning osmos apparatimiz. Akamiz aktivniy kimyo ishlatyapti. Aktivniy kimyoni chiqdi vaqti dahshat torday qilib chiqaradi. Kirni bittaga bitta tushiradi. Atmosferamiz juda ham chiroyli. Idealniy holatda yig'ilgan, cho'tki apparatlar qo'yilib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar, idealniy chotki holatda qurib beramiz. Hammalaringizga kattakon rahmat.